Yog'li nonlarimiz uchun xamirlarimizni har bir qavatiga yog' surkab tindirishga qo'ydim. Bu orada yumshoqqina bo'lib tinib turadi. Somsalarimizni nachinkasi, go'shtli nonimizni nachinkasi, ziravor, tuzlar solib, margarinda eritib oldim. Xamirimizni stulga qo'yib, qo'lda taxt-to'g'lovsiz, juvasiz qo'limda yoydim. Judayam yupqa yoyildi. Birinchi qavatini yoyib bo'lib, ikkinchi qavatini ham shu tarzda birinchi qavatiga yog' surkab, nachinkasini solib, ikkinchi xamirimizni qo'yib, ustiga ham qo'yib turib, shu orada qo'limda yoydim uniyam. Margarinni surkab, nachinkasiga yog' quymadim. Shu bilan yog'li nonlarimizni ikkitasini bitta qilib, shu ko'rinishda o'rab oldim somsadek. Nonlarimizni shu tarzda lis bilan tumonat lisga tayyorlab oldim. Judayam chiroyli, yumshoqqina, chiroyligina nonlarimiz tayyor bo'ldi. Xamiri oddiygina, yumshoq bo'lsin, ishq bo'lsin deganlar dro'jja solib oddiygina xamir qilamiz, yumshoqroq qo'limizda yoyishimiz uchun.